Men Mahmudov Fazlullo Rahmatullayevich, oliy toifadagi shifokor, anesteziolog, reanimatolog, Agrofarm ko'p tarmoqli klinikasida o'z jamoam bilan ish faoliyatimizni boshladik. Bu bo'lim anesteziologiya reanimatsiya bo'limi bo'lib, bunda asosan bosh miya qon aylanishining o'tkir buzilishi, undan keyingi asoratlar, har qanday travmadan keyingi asoratlar, o'tkir va surunkali yurak va nafas yetishmovchiligi kasalliklari, Coviddan keyingi asoratlar va har qanday turdagi intensiv terapiya va reanimatsion muolajaga muhtoj bo'lgan kasalliklar davolanadi. Bizning bo'limimiz eng so'nggi texnologiyalar bilan jihozlangan apparaturalardan sun'iy nafas apparati, funksional kravatlar, markazlashgan kislorod, kardiomonitorlar, defibrilyatorlar va reanimatsion va intensiv terapiyaga muhtoj bo'lgan har qanday kasalliklarga ko'rsatiladigan jihozlar bilan to'liq ta'minlangan. Bo'limimizda og'ir holatdagi bemorlarga yordam ko'rsatish uchun malakali shifokorlar, hamshiralar, kichik tibbiy xodimlar ish olib bormoqda. Siz va sizni yaqinlaringizda shunday muolaja va yordamlarga muhtojlik bo'lsa, murojaat qiling, yordam ko'rsatishga tayyormiz. Anesteziologiya reanimatsiya bo'limimizda umumiy zallardan tashqari, ya'ni alohida yotish istagini bildirgan kasal bemorlarimiz uchun yetarli sharoitlar bilan jihozlangan tartibdagi xonalarimiz mavjud. Bularda ham umumiy zallar kabi yuqori texnologiyada ishlab chiqarilgan apparatura, funksional kravat, sentrlashgan kislorod, kardiomonitor kabi sharoitlarimiz mavjud.